Alo ayasi, 4 yil deganda Rossiyadan ishlab keldim. Qizimiz ham katta bo'lib qolgandir, ha? Ha, qizimiz ham hozirgina uxlab qoldi. Uxlayapti? Unda tush. 1460 kun onlayn sog'inganim yetadi. Meni baliqcham hozir boraman. Ayasi, dardlarimni darmoni. Bilmasdan qoching. Assalomu alaykum dadamjonim. Yaxshi ko'rdingizmi? Onangni yuri. 1 minutda enang erini armoniga aylantirib qo'yding, qizim. Yuringlarchi uyga qani. Odam yomon sog'indi-yu, dada. Yana mashina keldim, ona qizim. Ona qizim, hatyab 2 kunda bir uxlagin. Yo'q. Qizim, uxlamasang Bobikka berib yuboraman. Mana Bobik keldi. Aya, dedikimisiz? Dadam ko'guncha rasomolga o'xshab kuydirdingiz. Endi itga aylab oldingizmi? Meni baribir uxlatolmaysizlar. Ha. Cho'chu atam. Rossiyadan rosa cho'chu bo'lib keldim. Biz ham dam olaylik. Oxiri yuragim yorilib o'larkanda qizim. Shu kunlarda yuragim boshqacha uryapti. Voy, bo'ldi qizim. Dadang kelguncha qilmagan qiliqlaringni endi qilma erkalik qilib, boring dadasi chiqing uxlaydi. Chiqing. 3 kundan beri uxlamaysan. Zo'r. Uxlatsang bo'ldi, eplasang bo'ldi ya hozir. Voy onasini emsan. 4 yilda mana shu eklar ham yomon kuchayib ketibdi. Shampun, dush gel, ayniqsa shu soqol oladigan kremi bilan penkasi menga juda yoqdi. Betimni yumshoq achilgan tuxumdek qilib qo'yapti. Bir yo. Ayashi uxladimi? Uxladi. Arra uxlatib. Alla yo. Meni alla yo. Ya ayasi? Ha, dadasi, uxlamadingmi Rayhon? Men yana qaytib ketdim Rossiyaga. Hatyobi turib o'rningda meni kuzatib qo'y Rossiyaga. Nimaga ketasiz? O'g'iz endi keldingiz-ku dadasi. Qizing yerga tegayotganda chaqirasan. Menimcha, bu qizing hali uxlamaydi. Onasini emsin. Endi uxlamoqchi edim.